Assalomu alaykum barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Oltin Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hadiyaning yiroq bir yezdagi maktabga o'qituvchi bo'lib borganligi va shu maktab bo'yicha eng kapsiz bolalar yig'ilgan sinfga sinf mas'uli bo'lganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Shu kuni ularga qo'ygan birdan-bir talabim tozliqni yaxshilash bo'ldi. Ularga pokiz yuyinib, tarinib, ratlik kiyinib kelishni, ertasi tozliq tekshiradiganligimni aytdim. Darsdan tushibla ambarchidan hak, chotka degandek narsalarni so'rab oldimda qorong'u tushguncha ishlab, sinfni o'zim yolg'iz oqartdim. Bu men uchun hech qancha ish emas edi. Kichigimdan opamga yordamlashib uy oqartatdim. Opam ikkimiz kona kiyimlerimizni kiyib, boshlarimizni o'rab, 8 eg'iz uy, ambar oshxonalarni bir kundala oqartib o'tdik. Acha singillerim ichida hammadan bo'yliq, qovul bo'lganligim uchun ta'tillarda dadamga yordamlashib, etizda emgak qilatdim. O'rma o'rib, cho'p chapqan vaqtlarimda dadam xushal bo'lib, "O'g'il bolaga tegashkusiz qizim jumosan" deb ketadi. Mana bugunmu sinfni birdamda oqartib bo'ldim. Hakni atrofga chachiratmay oqlashning yo'lini bilib olganligim uchun sinfning taxtay, parta, eshik derizlarimi uncha bulg'unib ketmadi. Shunga ertasi atiganda bolalar kelguncha eshik derizlarni taxtayni surtib paqirtib etdim. Birinchi soatlik darsim ana shundoq yangi bir muhitda boshlandi. Har kuni atiganda kichik tozalik, haftada bir qitim cho'ng tozalik qilish, haftada 2 qitim shaxsiy tozalik tekshirish sinfimda qattiq tuzumga aylandi. Kunlarim dars tayyorlash, dars o'tish, sinf hay'atlari bilan ko'rishib, vazifa topshirish, darsda orqada qolgan o'quvchilarni ayrim yetaklashdek ishlar bilan aldirash o'tadi. Qishning yiqilishiga agishib, sinfning deraza aynaklarini to'liqlab soldirish, isinish masalasini o'rinlashtirish, qiyinchilik bor o'quvchilarning qishliq kiyim-kechak masalasini muvofiq hal qilish degandek ishlarmi qo'shilgan edi. Namrat o'quvchilar ko'proq bo'lganlikdan qishliq kiyim-kechak, oyoq masalasini maktabdan yordamiga tayinib to'liq hal qilib ketgili bo'lmaydi. Shunga o'quvchilarni o'zaro yordam qilish, i'ona qilishga safarbar qildim. Faqat amal bo'lmaganda o'z yinimdanmi chiqardim. Bu tufayli 1-2 oy maoshim yetmay qarz ilishga, yoz kunlari Oysha hadlarning cho'ng qozonidan tomoq yeyishga majbur bo'ldim. Albatta, maoshim chiqqanda menmi ularni tomoqqa chaqirib yordamiga javob qaytaratdim. Oysha hada menga ich og'irtib, "Siz o'zingizni tashlab o'tdingiz. Qarang-a, o'ruqlab ketganingizga. Ertadan kechgacha sinfim, bolalarim deb tepib yursangiz, sizning kayningizda yevol, ichivol deydigan, holingizni xabar oladigan ota-onangiz bo'lmasa, og'rib qolsangiz qanday qilasiz? Bolalarning qiyinchiligini siz yolg'iz hal qilib bo'lolmaysiz. O'zingizni ayang. Siz salomat tursangiz, qolgan ishlar asta-asta hal bo'ldi emasmi?" deydi. Ammo men aldirashlik ichidagi mushu kunlarimdan intayin rozi edim. Har kuni uxlash oldida o'z-o'zimga, "O'g'iz mushundoq chat jafoliq yerlarda bola o'qitish ikkimizning orzusi edi-ku. Men bu orzuyimizni amalga oshirdim. Men bu yerda aldirash ishlab yurgunimda, yinimda xuddi senmi bordek tuyulasan. Ba'zi ishlarni qanday qilishni bilmay qolgan chog'larimda o'g'iz bo'lgan bo'lsa qanday qiladi deb o'ylasamla, ko'nglim yo'rib, qanday qilishni bilib olaman. Ah, o'g'iz jinim, rostla yinimda bo'lgan bo'lsang, ikkimiz naqadar baxtli bo'lgan bo'lardik-a?" deydim. Xiyolimning oxiri seg'inish va hasratga aylanib, bir vaqtlargacha yig'lab, yostiqlarimni nam deb chiqatdim. Ba'zida o'g'iz kulimsirgan holda ko'z oldimda paydo bo'lib, "Yig'lama amrig'im, jasoratli bo'l. Men sening yiningda" deyotgandek tuyulatdi. Shirin aslimalar qo'yinda qanday uxlab qolganligimni bilmaydim. U ocharchilik yillari edi. 2-chi yili ocharchilik texmi eg'irlashdi. O'quvchilar oshxonasining zog'irlarini bizlab, ko'ktash sho'rpisi va o'mashlarida yog' didori ko'rinmaydigan bo'lib ketdi. O'quvchilar oshxonasi taqilib qoldi.
Pul bo'lg'ini bilan bozorlardan yeydigan narsa topqili bo'lmaydi. Cho'ng kichik hamma odamning qalısida yemek ichmak g'amidan boshqa g'am yo'q edi. Sinifimdagi oila iqtisodiy yaxshi qiz o'quvchilar yakshanba kuni uylariga qaytgan chog'larida qo'l yog'liqlariga chigib biror changal quruq uzum, 4-5 tal yong'oq, ko'kbosh degandek narsalarni olg'ash ketadi. Bularni ilishni xolamasammu, o'rnimdan turolmagadek bo'lib qolmaslik uchun olatdim. Ancha-muncha go'sht yog' topsam, cho'ng ko'rda osh etib, ahvoli og'irroq bolalarni uyimga chaqiratdim. Shu yillari boshqa sinflardan nurg'un bola o'qishdan to'xtab qolgan ishlar bo'ldi. Ammo mening sinfimdan birmu bola to'xtab qolmadi. Balalarimning dars o'zlashtirish natijasi maktab bo'yicha yuqori bo'lib keldi. Ayni yillardagi tarbiya kor qilmaydigan to'liq birinchilik C sinfning bolalari bir oilaning bolalaridek ittifoqlashib, bir-biriga yordam qilib, kuchliklar ojizlarni, oila sharoiti yaxshilar nacharlarni yo'lab, ocharchilikning eng qiyin mazgillaridan o'ngishliq o'tdi. Ammo hammamizni yangi bir masala kutib turadi. Qahatchilikning oxirlashishi, ta'minotning oz-to'la yaxshilanishiga ergishib, soya yerning ziroatlaridek o'ruqlab, sarg'ayib ketgan bolalar bas-basda bo'y tortishga boshladi. Qizlar rang tuzib, o'g'illarning ovozi g'arong-g'urung chiqadigan bo'ldi. Ular hayotning favqulodda davriga qadam qo'ygan edi. Bir kechida cho'ng bo'lib qolgandek o'zgarib, uzrab ketgan put qo'llarini nega qo'yishni bilmayotgandek tortinib yurgan bolalarga qarasam, o'zimning o'smirlik vaqtlarim, yuzimga chiqib qolgan kichik qizil motorchaqlar tufayli izo tortib beshimni ko'tarolmay yurganliklarim esimga keladi. Bir turib ularga masligim kelib xushal bo'lsam, bir turib tashvishlandim. O'g'illarga mayli, qizlar osonla qiyin ahvolga tushib qoladi. Hozirgacha qizlarni mushtdek cheg'idla erga beriyotadigan odat saqlanib kelayotgan bu yurtlarda qiz bolalarning fiziologik jihatdagi normal taraqqiyotini ish ko'rib qolganlikning natijasi deb qarab yomon ko'rishadi. Sinfda biror qiz bolaning ko'ngliga bir narsa yo'qib qolgan bo'lsa, qolgan qizlar hammasi bir bo'lib uning g'aybatini qilishadi. Uningdan o'zlarini chatga ilishadi. Hatto hojatxonalargacha orqasidan marab berib, odamni seskanlantiradigan usullar orqali uning pok yoki emasligini aniqlamoqchi bo'lishadi. Shu qizlar duch kelgan ishlarga adisi yoki uguni o'zlarini duch keldiganligini bilmaydi. Ularning ota-onasi qizlariga bundoq ishlardan ta'lim berishni hayosizlik deb qarashadi. Bolalar o'zlari bilib bilmay qadam qo'ygan bu mazgil shundoq tinchsiz, nozik bir vaqtlar ediki, ularning tinida kunsiri o'z kuchini ko'rsatgan hormon ularni har qo'yga silib, aql hushidan ayriyolaydi. Mijoz xarakteri, o'y-fikrlarini o'zgartib o'talaydi. Bu o'zgarish oldida fandi nasihat, siyosiy tarbiyami qarg'a kelmay qoladi. Bundaq mazgilida ular bilan do'st bo'lish, samimiy gaplar orqali ishonchisini qo'lga keltirish, boshqalarning yoki o'zimizning beshimizdan o'tgan amaliy misollar orqali tarbiyalash zarur edi. Huang Jigung, Dong Songri, Liu Huilan ularni amdi qanoatlantira olmaydi. Ular turmush, muhabbatni tushunishga, to'g'ri muhabbat qarashi yetildirishga muhtoj bo'ladi. Afsuski, u chog'larda bizning ma'arifimizda bu xil tarbiyaga oid foydalanish materiallari yo'q edi. Men pedagogika poemadan olgan ilhomga tayinib, o'quvchilarimga yoshlik bahor mazgili va bu mazgilda yuz bergan fiziologik, psixikalik o'zgarishlar haqida yuza savod berdim. Men bu o'zgarishlarning 9-10 yoshlardan tortib 15-16 yoshlargacha yuz berganligini, bo'libmi qizlardagi o'zgarishning o'g'illardan burunroq bo'ladiganligi, ko'ksi yetilish va hayz kelishning normal ish, axloqsizlik bilan munosabatsiz ekanligini so'zlayotgan cheg'imda sinfdagi qizlarning hammasi boshlarini partning ustiga qo'yib, yuzlarini to'sib oladi. O'g'illarmi qizdirib, eslib ketishdi. Orqadilla men haqiqiy axloqning nimaligi, madaniyatlik bilan xurofotlikning farqi haqida to'xtalib, ularga o'zini to'g'ri tunish, to'g'ri muhabbat qarashi tiklash, baldur muhabbatlashishga berilib ketmaslik qatorliq masalalardan yeshib tushundiratdim. Farzimcha ko'p qism o'quvchi maqsadimni to'g'ri tushundi. Darsimga qoyil bo'ldi. Dars bilmaydigan, ammo cho'ng ayollardek yasinib olgan ikki qiz
dəris tügügüçə bişini partadan almay, bir-biriga o'g'irliqcha qarışib, xir-xir kulishib chiqdi. Ular şəhərli qızlar bo'lib, doim boshqa ayol o'qituvchilarning uylariga kirib chiqib yuradi. Men bu darsni o'tgan kunning ertasi bu xonimlar meni gapda so'qib, boshqalarga bir nimalarni kusuldishib yurishdi. Ammo men bu dars to'g'risida ilmiy mudirning fikrini olganligim uchun ortiqcha ish qo'zg'ay olmay to'xtab qilishga majbur bo'ldi. Lekin ularning osonlikcha bo'ldi qilmaydiganligini ko'nglim tuyib turadi. Men kichigimdan adabiyotni, munavvar adabiy asarlarni qizg'in so'yatdim. Vujudimda shu asarlarning haroratidan hosil bo'lgan qaynoq bir hissiyot bor edi. Men o'zim biladigan, o'zim bahirlangan asarlarni o'quvchilarimga tunishtirib, ularning vujudidami ana shunday hissiyotni, haqqoniyat tuyg'usini, olg'a intilish ruhini yetiltirishga urindim. O'quvchilarimni kollektiv holda nohiyalik kutubxonaga a'zo qildirdim. Darsga munosabatli ba'zi asarlarni o'qib, muhokama qilishga uyushtirdim. Bolalar asarni darsdan sirt o'qiydi. Ular o'qib bo'lganda darsni itikrak o'tib, qolgan vaqtda har bir bolani dars mazmuniga birlashtirgan holda o'z ko'z qarashlarini o'ttirga qo'yishga ilhomlantirdim. Har kim bilganini so'zlaydi. Ba'zida munozirlashib, qizdirishib, mushtashqudek bo'lib ketadiganlarmi chiqadi. Asula yetaklab to'g'ri yo'lga boshlab qo'yishim bilan oxiri yana pastga tushib, xulosasini o'zlari chiqarishadi. Men ularning xulosasini bir necha nuqta bo'yicha doskaga yozdiratdim. Hammasi har xil yezib, oxiri birlikka keladi. Ular bundaq muhokama darsini bek yaxshi ko'radi. Men yana ularni o'zida saqlanayotgan ojizlik, yetarsizliklarni qanday yengish to'g'risida, g'oya va iroda to'g'risida ashundaq mulohizlarga uyushtirgan edim. Mening bu xil o'qitish metodimmi o'qituvchilar orasida munozara qo'zg'adi. Yaxshi deb qo'lg'uvchilarmi, qarshi turg'uvchilarmi chiqdi. Ko'p sonliq yosh o'qituvchining qo'lishi bilan maktab mudirining ikkilanishi va salqin pozitsiya tutishiga qaramay, ikkinchi o'qish yilida men ilg'or o'qituvchi, ilg'or sinf mudiri bo'lib baholandim. O'qitish metodim viloyat bo'yicha tunishtirildi. Ilg'or bo'lib mukofotni oldim. Ammo mening o'qitish usulimga qarshi turadiganlar, bo'libmi atrofimdagi bir necha xonim harakatini to'xtatmadi. Mudir meni bir necha qitim oldiga chaqirib, dars o'tishda darslikdagi mazmunlardan chetnab ketmaslik, darsni o'yinga aylantirib olmaslik va hokazolar to'g'risida pandi nasihat qildi. Bir qitim mudir yangidan taqsim qilinib kelgan bir yosh o'qituvchining oldida: "Hadiya xonim, zodi sizda burjuaziya idisi ig'ir. O'zingizning yasonchuqligi yetmagandek, qiz bolalarga kaltiyang ko'nglik kiyishni, putiga paypoq tortishni, o'g'il bolalarga chosh qo'yishni, yana boshqa bir nimalarni o'rgatguncha, Dongsungri, Huangjigung, Liuxuilanlardan qandoq o'rganishni, inqilob ishlarimizning layoqatli izbosari bo'lishni o'rgating. Burjuaziyaning kitoblari bilan o'quvchilarning qalbini zaharlashni to'xtating", deb vaqirab ketdi. Dastlabda bek o'diqqan bo'lsammi, o'zimni to'xtab olib: "Hurmatli mudir, bizning hamma bolamiz qahramon bo'la olmaydi. Ko'p qismi sizdek, mendek oddiy odam bo'ladi. Ular endi cho'ng bo'ldi, uzoq qolmay to'y qilib uy tutadi, bolalik bo'ladi. Shunga ularga Dongsungrinila emas, qandoq yashashni o'rgatmay bo'lmaydi. Siz meni nima uchun burjuaziya ideyasi ig'ir deysiz? Acaba chit ko'ngliklarni kiyib, pokiz, rattik yurgunim uchunmi? Undaqda siz nimishqa kona yektigingizni kiyib olmay, burjuaziyaning chopinini kiyib olasiz? Nimishqa chiroyli xonimlarning orqasidan chiqmaysiz?" Mudir dastlabda sarg'ayib, keyin tatirib ketdi. U g'azabdan titrab, nimalarnidir davatqanda keynimga o'rilibla chiqib ketdim. Uning san'at o'makdan almishib kelgan chiroyli bir xonimning atrofida parvona bo'lib aylanib yuradiganligi, u darsni o'nglab o'tolmasimi, doim uningga yon bosdiganligi o'qituvchilar orasida oshkora maxfiyatlik edi. Orqada g'ayvat qilishsimi, hech kim oldida eg'iz ocholmaydi. Bugun bu gaplarni og'zimdan chiqib ketishini o'zimmi xiyolimga keltirib boqmagan edim. Gap og'zimdan chiqib ketdi. Endi amal yo'q. Boshqa kelgani ko'rarman. Shug'inisi o'z ini singillarimdek yaxshi ko'radigan qora ko'zlarimdan ayrilib qolarmanmi?
cho'ngroq biror o'zgarishning bo'lishini kutgaydim. Aksincha bir xil timtoslik ichida qoldim. Xonimlar mendan o'zlarini qochirishadi. Ular emas, ilgari xeyli salom sahat qilishib o'tadigan o'qituvchilarmi mendan qochib yurgandek qiladi. Bu jimjitlik odamning ichini siqatdi. Lekin men odatdagidek darsimni o'tib yuraverdim. O'quvchilarimning hech ishdan xabari yo'q. Ilgirgidekla "Xonim, xonim" deyishib atrofimda cho'rgilgan. Oysha hada yotog'imga kirib, "Hey, siz chatoq ish qilibsiz emasmi? Siz nimishqa mudirni tillaysiz? Sizni bir nim degan bo'lsa, voy mudir, sizning rost, bundan keyin diqqat qilay deb qo'ysangiz bo'lmasmidi? Endi sizdan o'ch olsa qandoq qilsiz?" dedi. "Qandoq o'ch ola? Qo'g'li o'tarmi? Kompartiyaning kadri shunchalik gapgimi bir odamni qo'g'lig'ili tursa, jahon qandoq bo'lib ketar? Menmu chidab turolmay, yerilolmay aron turgan. Qo'g'ilvasa arz qildigan ishni menmu bilaman. Xalqning orqasidan to'xtamay g'ayvat qilib, oldida bir eg'iz fikr berishga pedinolmay yurgicha, men yomon bo'lsam bo'lay. Yomon kelsa, yurtimga ketib qutularman shu." Oysha hada gaplarimga qoyil bo'lmagan bo'lsa-mu, ortiq bir nima demay, menga ichinayotgandek bir pas o'tirib ketib, "Siz xizmatdan boshqani o'ylamay yuriydi ekansiz. Bundaq ketiversangiz bo'lmaydi. Menga qarang. Yaqinda maktabimizda 3-4 o'qituvchi keldi. Hammasi shimollik ishkan. Siz mudir bilan deyishib qolgan kunimi g'uljilik bir bola keldi. Eg'ir bisiq, obdan yigitda qiladi. Siz bu ishlarga diqqat qilib qo'ying. Davomliq yolg'iz o'tib ketelmaysiz", dedi. "Men yolg'iz o'taman deb qasam ishkan. Qasmimni buzsam qandoq bo'ldi?" dedim chaqchaq aralash. "Men unda qasamlarga ishonmayman. Vaqti kelsinchi qani, to'y qilmaydim deb o'ltirganingizni bir ko'ray. Siz bu yerda yolg'iz, bir-biridan qalmashgan 4 yigit oldingizga keldi. Qani obdan o'ylang, lekin vaqtni bek so'zvatmang." "Bo'lmaydi hada. Men bir qitim to'y qilgan, lekin to'y oqshimi qechib ketgan." Oysha hada og'zini ochqincha qarab qoldi. Xeyli uzoqdan keyin, "Sizni to'y qilgan desa kim ishindi? Chiroyingizni sutimib turdi. Mijozingizmi kichik boladek. Xiyolingizga kelganini qilasiz. Bu gapni menga dedingiz. Chaqchaq bo'lsa-mu mendan boshqa birsiga demang", dedi. "Bo'lmaydi hada. To'y qilganimni yoshirsam bo'lmaydi. Yolg'iz bo'la emas. Mening birdan bir muhabbatim, mangulik so'ygan yigitim o'lib ketgan. Men endi bu dunyoda uningdekdan yana birini topolmayman. To'y qilsammu, to'y qilgan odamimni uningga silishtirib, o'zimnimi, xalqnimi baxtsiz qilib qo'yaman." Men chamadonimdan o'g'izning cho'ngaytilgan suratini ilib, Oysha hadik ko'rsatdim. Valillab turgan quyuq sarg'uch sochlar ostidagi oppoq kang peshona, qo'shimi qosh, suratga rang berguchining mo'y qalami ostida qoriga o'zgarib ketgan chiroyli ko'zlarida va qongsholiq burni ostidagi sal uchuq lavlarida aks etib turgan kulimsirash. Uning vujudida odamni chiroydan ortiq jalb qilib turdig'ini bir sehriy kuch. Nimlikini, nadin kelganligini bilgil bo'lmaydigan, yigitlarga xos mardonilikmi, aql farosatdagi o'tkirlikmi, muhabbatmi, yumormi yoki hammasining birlashmasimi? Ish qilib, nihoyatda boy bir ichki dunyo ifodalanib turadigan, yurakka intayin yaqin, tunish bilinadigan bir tuyg'u. Oysha hadam suratga uzoqcha tikilib turib, birdilla yig'lavatdi. "Voy singlim, bichora singlim. Men sizni o'z yolg'iz bu yerlarga qandoq kelib qolgandi deb hayron qolatdim. Ko'nglim tuyibdikan. Sizni bu yerga dard alab ilib kelibdikan. Sen o'zingni qo'ydigan yer topolmay yurgan bir bichora ekansan. Yo'q, sen qaysar qiz ekansan. Shuncha ular dardga chidabsan, o'rilib tushmabsan. Buningdagi hiningda men bor singlim. Men seni yolg'iz qo'ymayman. Qarab tur. Men sening yurakdagi yorlaringni cho'qim davolab saqaytaman." Ikkimiz bir-birimizga eslashib uzoqcha yig'lashdik. Men o'g'izni yo'qotgandan tortib, birsiga mundaq dard to'kib baxmagan. Bundaq ichimdan ezilib yig'lamagan edim. Xuddi mushu kunni saqlab turgandek, ko'nglim oz to'la aromiga tushib qoldi.
Oğuzmu əmdi məndən xatırcam bolğandək tola düşümgə kirməkdi. Mən üçün rəngdarlığını yo'qotgan turmuş asta-asta öz jilvisi bilan meni jalb qilishga boshlagan edi. Maktabdagi ishlarimmo bir qilibda davom qilyotdi. Attiganlik gimnastika, muzokara, unishib ketgan darslar, kurjuk faoliyatlari. Hash-bash deguncha har yilqi kuzlik emgak vaqtimizmo yetib keldi. Atrofdagi yezlarning biriga qo'noq o'rg'ili chiqdik. Ajoyib bo'y tortgan o'rmonda qo'noqlar orasiga kirib ketsak, bir-birimizning ovozini anglaydiq-yu, didorimizni ko'rolmaydik. Men xiyol surgash oldi tarafim va ikki tarafimdagi qo'noq boshlarini uzib, sivitim to'shqanda kengrak bir yerga to'kib dövlaytdim. Oldi keynimga mingib yurib, qirga qandoq chiqib qolganimni sezmay qoptiman. Udulumdagi qirda yosh bir o'qituvchi tamaka chekib o'ltiratdi. Tuzukrak qaramaymu, uning dal men mudir bilan takalashgan kuni mudirning ishxonasida ko'rgan yiliqi yigit ekanligini tunudim. Men sarg'ush qo'ng'ir chashqa nisbatan intayin sezgur edim. Chunki bu O'g'uzning chechining rangi edi. Uning bilan oddiyla salomlashib, qirning nerisidagi etizga kirganimda, umu tamakisini loyga pattirib uchirib kaynimdan keldi va men kutmagan bir gapni qildi. Xatolashmasam biz tunishimizg'o deyman. Shundaqmi? Men hech eslayolmadim. Birarsiga o'xshatib qoldingizmi ya? Lekin siz hech kimga o'xshamaysiz-da. Men o'tganda sizni mudir ishxonasida ko'rgan. Mudirni shunchalik xafa qilyaptingizki, siz uning ochig'ida qandoq bo'lib ketganini ko'rmay qoldingiz. Dardingizni toza chiqarib olib, eshiklarni taraqshtib chiqib ketdingiz. Lekin men sizning yomonligingizga qo'l qo'ydim. Bu qandoq qizdi? Nalikdi? Deb orqangizdan ko'p surishti qildim. Lekin menimi silkiyotmisin deb sizga gap qilishga jur'at qila olmadim. Voyay, men shuncha qo'rqinchliqmikanman? Haq meni bo'zaq qilaman demisla, mendan yaxshi odam yo'q. Menmo shundoq angladim. Tunishib qo'yayli. Ismim Mas'ud. Siz o'qigan maktabda matematikada o'qigan. Oila tarkibim yuqoriroq bo'lganligi uchun jahonning bu bulung pushqoqlariga kelib qoldik. Lekin bu yerda sizlarni uchirtib qolarman deb o'ylab boqmabdikanman. Shuni demamsiz, bu yerda hamma yurtdan kelganlar tepiladi. Tatar, Tungan muallimlarim bor tixi. Mas'ud bilan shundoq tunishdik. Uning vositasi bilan men yana bir g'uljilik fizika o'qituvchisi, cho'jaklik ximiya o'qituvchisi, biri qumulliq, biri bo'rtalaliq tarix ham biologiya o'qituvchilari bilan tunishdim. Ularning yotig'i ichkiriki qo'roda bo'lganligi ham beradigan darsimiz o'xshamaganligi uchun ular bilan uchrashmagan ekanman. Ular dam ilishlarda yig'ilib, duttar tambur chilishib, naqsh aytib, nihoyatda ko'ngillik o'ltirishir ekan. Ular meni yotiqiga taklif qilgan oqshimi nahiyalik doktorxonada ishlaydigan cho'chaklik doktor qiz bilan tunishdim. Ying'nag'ushdek o'ruq bu qizning ko'zlari ko'p-ko'k ekan. Yasnishqa usta, so'zlab, o'ynab turadigan sho'x qiz bo'lg'achqa, yigitlar uni bir-biridan qizg'inib qo'g'lashir ekan. Ular ba'zida doktorxonada ishlaydigan boshqa doktor sestra qizlarnimi taklif qilishatdi. Ular menga ehtiyot bilan muomala qiladi. Bu mening ulardan cho'ng bo'lganligim va ham xizmat tajribam bo'lganligi uchunla bo'lmasa kerak deb o'ylaydim. Menmo to'y qilganligimni ulardan yoshirib yurmadim. Birer yilga qolmay yigitlar biri cho'chakli qiz bilan, yana biri bir doktor qiz bilan muhabbatlashdi. Bo'rtalaliq yigitmi qizdan bir ikkini almashtirib bo'ldi. Faqat Mas'udla ko'ngilda bir son bordek jim yuratdi. Ba'zida mas bo'lib qolgan chog'larida yotiqimga kirib qizargan ko'zlarini tikib menga ma'nilik gaplarni qilatdi. Men bundaq chog'larda Oysha hadini chaqirib chiqatdim. Oysha hada uni aldab-saldab yotiqiga chiqarib etdi. Odatdagi vaqtlarda Mas'uddan o'zimni qochirib yuratdim. Kichigimdan tortib dadam yoki inilarimning aroq ichkinini ko'rmaganlikdimi yoki an'anaviy tarbiyaning ta'siri tufaylidimi aroq ichadigan odamlardan qo'rqatdim. Undaq odamlar yaxshilik ilib kelmaydi deb qaraytdim. Ammo Oysha hada Mas'udni boshqa bolalarga o'xshamaydi, o'zini tutib olgan yaxshi yigit deb qaraytdi. Meni ittiklak bir qarorga kelishga undaydi. U mendan kichik,
u to'y qilmagan, u mendan pakar, ikkimiz birga mangsaq kishilar kulmamdi, degandek bir muncha bahona sabab bilan uni eg'iz ochirmaytdim. Soğuq tushganda Mas'ud yotiqining ismayotganligini aytib, kechleri pat-pat yotiqimga kirib o'tiradigan bo'lib qoldi. Uning qumulliq yotoqtishi oqshimi yurayotgan qizi bilan chiqib ketadigan yoki ikkisi yotoqda paranglashib o'tiradigan. Bundaq chaqlarda uning yotoqda o'tirg'isi kelmaydi ekan. U eshikdan kiribla mash ustida shing'illab turgan oppoq chaynakka, rishilya ishlangan deriza pardalarimga, yumloq tomoq shirasi ustiga yopilgan oppoq dasturxonga, karutimga silingan yung adyal, kashtilik yostiqlarimga qarab ketadi. Uningga choy damlab zag'ra nonlarimni, kampit, gula qoqlarimni quyib beratdim. Birer 2 soat tog'dan, bog'dan paranglashib o'tirganimizdan keyin bo'yindan so'ragandek chiqib ketadi. Әтісі әттігенде көмірханеден ятықыға отын көмір тошығач маңымы түшіп беретті. Bu tarafda kömür qis bo'lganligi uchun kishilar ko'pincha yozda yoki kuzda kömür uvuqiga seg'iz to'pa aralashtirib kesak qo'yib yoki kömür pomziga yasab oladigan ish bor edi. Mashning tegiga quruq o'tin bilan yirikrak kömürni silib, ustiga pomzak tizib o't yoqsa, o't obdan kuyatdi. Bo'libmi pomzak oson kuyib ketmay, uzoqcha velildab yenib turadi. Mas'ud ambarchi bilan yaqin o'tadiganligidan foydalanib, kesak bilan pomzakni ko'proq ilib oladi. O'zi ozroq ilib qilib, ko'p qismini mening o'tinxonamga tizib beradi. "Nimishqa bunday qilsiz? O'zingiz qilsangiz bo'lmamdi?" desam. "Siz degan qiz bola tursangiz, sizni qiynab qolmasin dedim", deydi. U ba'zi kunlari bozordan go'sht, ko'ktat setib olib kelib, "Hadiya, uy tamoqi sig'inib faqatchi deya olmadim. Xafa bo'lmasangiz, bir vaqt billallig'iman etib yegan bo'lsaq, men sizga o't qalab, ko'ktat adalashib beraman, har oz sumu tushib beraman", deydi. Uni chiqarib etishga amalsiz qolatdim. Chapinini silib etib, yanglarini turib, oq ko'ngligini maynat qilib etmas uchun nihoyatda ehtiyot bilan mashning kulini ilib, o'tin ko'mir tizib o't yoqatdi. Uning o'tin ko'mirni nihoyatda idillik tizishlari qarab, ichimda hayron qolatdim. Men qo'llarimni yuyib, ximir yo'g'irg'ili tursam, u qolashmagan harakat bilan ko'ktat adolaydi. Bir qitim qarab tursam, karabshining yupurmoqlari bilan inchika yerlarini ilib qilib, qo'lini tashlab qo'yibdi. "Buni nemishqa bu yerga qo'yib qo'ydingiz?" desam. "Baribir tashlaydiman emasmi?" deydi. "Pah, ustam, sizga ko'ktatni bundoq adalashni kimmi o'rgatgan bo'lg'iydi?" desam. "O'zim bilmanda, yupurmoq degan kunga qoqilib turadigan, kun nurida fotosintezlanadigan ozuqlik qiymati eng yuqori qismi tursa", deydi. "Afsus, fotosintezlanaversa achchiq bo'lib qoldi ekan emasmi?" deb tashlayotgan g'o'l qismi bilan inchika yerlarini ilib qilib, ko'p qism yupurmog'ini tashlaysam, qarabla qoldi. Shundan keyin ko'ktatning qayerini adalab etish, qayerni ilib qilishni erinmay so'raydigan bo'ldi. U ko'ktatni adalab bo'lib chelakka suv akiratdi. Meni yaratmay qolmasin deb ko'ktatlarni u dastin bo'lganga ilib shunchalik astoydil yuyib ketadiki, ko'zimning quyruqida uning sal kalampay, ammo nihoyatda astoydil turqiga qarab, kulgim qistab ketadi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.